doimgidek ko'mirni olamiz, donimizga solamiz. 900 gradusda yonib turgan olovlarimiz 1000 gradusga chiqadi. Xuddi shunday olovda yaqqanimizdan keyin mana shunday olib tag'ishlarimiz chiqishni boshlaydi. Xudo xolasa 2026-yil 9-avgust sanamizdagi G'izzavodagi ish jarayonlarimiz ketyapti. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lelin-Shuvennik qishlog'i orasida. Razmerlari 25-12-6 razmerdagi vodiyning standart ishi. Sirlari a'lo darajada, ranglari hozirgi kunda sap-sariq bo'lib chiqyapti. 10 mingtalik mashinamizda ham ulanib, xudo xolasa klientlarni roziligini olishga harakatdamiz. Qamishlarimiz ham hozirgi kunda sotuvimizda bor. Narxlari 370 so'mda aksiya narxlarda qilib o'rganmiz. Pishgan ishlarimiz esa 720 so'm, juma kunlari 10 so'mdan ehsoni bor. 10 so'mdan yo'lni qilib berilaveradi. Bu tarafda har doimgidek qamishlarimiz ishlab chiqarish jarayonlari ketmoqda. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Aloqaga chiqaramiz. 10 mingtalik, 5 mingtalik, 4 mingtalik barcha mashinalarimizda bor. Sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan, albatta hamma bilgan Bog'dod ishlari.